Buxoroliklar G'ijduvon ana haqiqiy vitraj bo'lyapti mana o'sha. Yoraman deb boryapti. Biroz yanvar oyidan xususiyga o'tadi mana. Aptekalari ham bor, murojaat qilaverasiz. Sardor do'stimiz o'zlariga mana kateter, tosh, gel, uzi va 35 litrli azot bochkalarimizni ham olib ketyaptilar. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz Sardorjon do'stimiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidan kelganlar. Ularga RKF T1 modelini sotdik. Do'stim qanday? Zo'r aka, anchadan beri biz olmoqchi bo'lgan edim. Xudo xohlasa keldik, oldik. Endi ishlatib bir baho beramiz. Kelinglar, sizlarga tavsiya qilamiz. Do'stimiz bizdan oldin urib qo'yilgan apparatlar va boshqa turdagi mahsulotlar olganlar. Mana hozir zamon talabi, mijozlarning talabi bilan mana uzi apparat olyaptilar. Uzi apparatlar har bitta vitrajda qo'lda bo'ladi. Bu bitta tumanda 20 ta vraj bo'lmaydimi? Har bitta vrajni o'zida uzi apparat bilan diagnoz qo'ya oladigan darajada bo'lishimiz kerak. Bu zamon talabi va vitrajlar shunga tayyor bo'lib bo'lishlari shart. Sababi telefon qiladi, uzi apparatingiz bormi deb so'raydi. Yo'q desangiz bo'ldi, klient ketadi. O'shaning uchun uzi apparat, rentgen va boshqa turdagi apparatlarimiz 100% bo'lishi kerak. Ish qurolning soz bo'lsa, mashaqqatning oz bo'ladi degan dono xalqimizning maqollari bor. Do'stlar, bunaqa mahsulotlar kimga kerak bo'lsa, 12 turdagi uzi apparatlarimiz bor. 2 yil garantiyasi va unga beriladigan servis xizmatlarimiz va boshqa joydan olgan bo'lgan taqdirda ham bizda bunaqa apparatlarni tuzatishga zapchastlarimiz bor, tuzatib beramiz. Pastda telefon raqamlarimiz, joningiz va molingiz sog' bo'lsin.